bulardi? Voy, anguslar go'zallaridan keldi akalar, boramiz. Narxlarni. Assalomu alaykum, hurmatli a'lo o'sgan a'lo obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun Farg'ona viloyati Yozyovon chorva bozoriga tashrif buyurganmiz. 10-iyun sanasiga katta kichik buqalarni birma-bir ko'rsatib beramiz. Sizlardan paddeshga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu akamizga ham like bosib qo'yasizlar. Simental ishqibozlariga simentalni dodalari bor. Har 3 kunda yangi kelyapti. Telefon qilish. Ayting nomer aka. 775 29 29. Hurmatli obunachilar, Zo'r udarlaridan simentallar bemalol aloqaga chiqarasiz. To'xtalmayapti, короче. Faqat obunachilarni o'ylab har 3 kunda 10 ta mal chiqaryapti. Bemalol simental ishqibozlar aloqaga chiqsalar ham bo'ladi akalar. 35 millionga baraka bo'lib, hurmatli obunachilar. Boshlari bo'lmasa, katta kichiklaridan chiroyli qilib ko'rsatib beraveramiz. Xudo xolasa. Qaranglar, mashinalarni. Chepim ko'rishamiz hozir. Xo'p. Bu yoshlarni terib qo'yishgan, o'tamiz mana shular orqasiga. Endi zo'r bo'ladi. Acha, bular hammasi o'zingizdanmi? Sizlargimi bu? Necha pul bo'lyapti aka savdosi? 13 million deyapti aka. Mashinasini 13 million. Qolganlari ham sizdan, ha? Balanti nechigacha aka, eng pastdan? Aka 17 milliondan 13 milliongacha mol bor aka. 17 milliondan 13 milliongacha mollar bor deyapman, hurmatli obunachilar. 20-25 tagacha qilib berilaveradi. Ayting nomer aka. Optimoga dastavkasidan beramiz. Ayting nomer. 77lik. 77lik. 3 5180. Hurmatli obunachilar, qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. 13 milliondan 17 milliongacha nechta olganga qilib beraveramiz deyapti dastavkasi. Go'zal, ketdik. Galishdimi bular? Mana qarang. Qachon savdolar bo'ladi? Acha kimdan olgan bular? Bular Galishdimi aka? Yo'q, o'zimizda Olaparodami, Toshkent. Narxi necha pul aka bular? 18 dan kami bor. So'radimi bozor? Qancha qildi baland? 16 yarim. Obunachilar, mollar pachka, xudo xolasa. Acha, qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting. 94lik 802 0033. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Akamizda Serob aka mana. Bemalol barakasini qo'llarsizlar. Bo'ylari 10 plus minusda, xudo xolasa. Bozoringiz bersin aka. Acha, necha pulga chiqdi narxi buni voy aka? 16 ga chiqcha aka. 300 million deb berildi, sen unamayapti. O'zingiz savdo qilyapsizmi aka? Qattiqroq o'sha narxi qo'lni beradi. Bar aka. Bo'ldi. Necha pul? 300 ming aka? 300 ming kam 16 million. 300 ming. 300 ming kam 16 millionga savdo qilyapsiz. 15 ustiga yurib qo'ydingiz. 1.5 plus minusda bo'ylar, hurmatli obunachilar. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz, uni savdosini bo'lmayli. Bering aka, yaxshi beribdi. Ketdik, hurmatli obunachilar. Ey, necha kunlik bu simental? 20 kunlik. Bu ham o'zingizdan. Narxi necha pul? Aka, siz obunachilaringizgami? Ha. Gap yo'q, 20 millionga vodiy bo'ylab uyiga bortirib beraman. Dastavkasi bilan qilib beraman. Sigirga ham qo'shtirib beraman. Sigirga qo'shaman. Olmayapti, nima bo'lyapti-da? 20 million so'mga uyigacha tushib boradi. Telefon qilishadi. Oh, baraka. Akamizning nomeri bor. Yana bitta aytib yuborasizmi? 90lik 775 29. Katta so'raganlarga kattasi ham bor, kichkinasi ham bor. Lipbo'y turida bor, telefon qilishaversin. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bozoringizni bersin aka. Ketdik. Narxini bitta bilib qo'yaylik aka, qiziqda necha puldan narxi bulardi? 21dan. Qirg'iziston parodi. Bunisi 22.
22'ga 21 milliondan mana narx aytyapti. O'zi chiqmaysiga xotiram. 21dan 22 million narx aytishyapti mana shunga hurmatli obunachilar. Bozoringizni bersin, ketdik. Voy, mana ularni qarang. Boyagi o'zingizdanmi bular? Ha, 3 tasi. Nech puldan aka bular boqmalar? Buni jipini 47 qilishdi 23,5. 23,5. 47 million qilishibdi akalar, mana shu ikkalasini. Berilmadi. Nech puldan aytyapsiz aka? Bunga 25 deyapman, bunga 26,5 deyapman. 25, 26 ham. 50 ekanda ham o'jalar xudo xolasa. O'jalingizga yeting aka. Barakasini bersin. Ketdik hurmatli obunachilar. Ketdik mas. Shaqqa o'tib olmasak, bari вообще опасный ekan. Hurmatli obunachilar, mana ularni qarang. Aka nechta bor bu yerda sanovi? 12 ta. Bular aralashma aka yo'q? Va paroda. O mesni ham bor, Qirg'iziston. Hammasi Qirg'iziston. Bo'ylari ham 120 plus minus ekanda. Xudo xolasa 15 dan 125 gacha. Narxlari qanaqa aka qo'yiq suyuqda? 26 dan. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Savdosi bor yana? 23 dan hammasini qilishdi. Hammasini 23 dan berilgani yo'q. Ama mol bitta ko'ringlar, hurmatli obunachilar, orqalari pachka. Qirg'iziston parodadan boqaman deganlarga. Aka nomer qo'yib beraylikmi qiziqqanlarga? 99lik. 641 26 27. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqadi. Tagi seroq. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nechta desalaring bor deyapti, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Ketdik. Bozoringizni bersin aka. Akalar eng kichkinalardan boshladik bugun. Mana sekin boqmalariga o'tib chiroyli qilib qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Mana uni qarang. Nech pul bo'ldi aka? 26 millionga bo'ldi baraka. Hurmatli obunachilar. Voy. Aka bu nech pul bo'ldi? Yurib olish ham oson emas, bu bozorlar, hurmatli obunachilar. Ketdik, mana shu tarafga qarab yuramiz. Bo'ylari 125 plus minusda, hurmatli obunachilar buni. Boyaga nech puldan aytyapsiz bunga? 30 million. Qancha qildi bozor? 27 ga 27 ga 200 ga ham qilibdi bozor akalar. 30 million narx aytilyapti. Zo'r. Boyaga nech pul so'rayapsiz? 28 million 200 ming qilishibdi bunga, hurmatli obunachilar. Bo'ylari ham 125 plyusda. Bozoringizni bersin. Bo'ylari 120 plus minusda buni. O'zi. Acha narxi nech pul buni? 24,5 qilishyapti. Qaysi? Alouz aka. Ketdi bunisi. Bo'ylari ham moshniy ekan, hurmatli obunachilar. Hop. Şöyle atrofini. Aka narxi nech pul buni? 32 million kam bor deyapmiz. Qancha so'radi bozor? 28 yarim so'rabdi. 32 million kami bor narx aytilyapti, hurmatli obunachilar. Bo'ylari ham 130 plus minusda. Ketdi bunisini. Bir tezda ko'rsatib beraveramiz, hurmatli obunachilar. Bu bo'ylari 35, 40 plus minusda gigantlaridan. Piyostra aka, cho'rni piyostra bular, ha? Ha, o'sha esimizda eski rossiyskiy mol. Narx nech pul aka buni? Narxi 36. 36. Qancha qildi bozor? 30 milliondan 32 millionga. 32 milliongacha qilibdi, 30 milliondan akalar. 36 million narx aytilyapti mana. Bo'ylarini ham bitta ko'ringlar. Go'zal sifati ham.
Zo'r. Bozoringizni bersin. Aka necha puldan aytyapsiz bunga? Qancha qildi bozor? 27. 27 qilishyapti. 31 million kami bor narx aytilyapti. Obunachilar. Oldu ko'ringlar. Juda go'zal. Bunisini ham ko'ringlar. Aka buni narxi necha pul? 28 kami bor. Buni ham savdosi bo'ldimi aka? 25,5 savdosi bo'ldi. Bo'ylari bir 30 plus minusda buni ham. Hurmatli obunachilar. Aka yoshi qanaqa buni? O'zi aka. Yo'q. Narxchi aka? 30 milyon 500 ga berilgan yo'q. Necha pul aytyapsiz aka? 33 milyon narx aytilyapti. Oz qopda xudo xolasa. Ko'rishmaymiz. Barakasini bersin. O'zingiz boqdingizmi aka buni? Dehqonchilik. Narxchi aka buni? Beradigan narxingiz. Yo'q, hozir 24 milyon 600 qilishdimi? Berilgan yo'q. Ha. Qancha narx aytyapsiz aka? Ko'ringlar. Mol yaxshi ekan lekin, yo'qsiz. Aka nomer qo'yib qo'yaylikmi qiziqqanlarga? Nomer qo'yib qo'yaylikmi qiziqqanlar? Ha bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Yuzini ko'ring. Mana shunga o'xshash. Aka narxi necha pul ekan buni? 23,5 qilishdi. 23,5 qilishibdi. Neç pul narx aytyapsiz aka o'zingiz? 28 milyon narx aytilyapti. 25 pasta bitmasa kerak bu menimcha. Bitamikin, nima deysizlar? Bunisini ko'ring. Bu qancha aka narxi? 28 milyon. Qancha qildi bozor? Andijonning moli. Ulug'ni ordimi? Qancha qildi bozor? 25 milyon. Hurmatli obunachilar. Kilosi borda. Güzel. Bozoringizni bersin. Ketish. Hurmatli obunachilar, hop. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, bugun baraka narxlarni ham qo'yaman, eshitaydi. Necha pulga nima baraka bo'lgan, ularni ham chiqaramiz. Shvedlarni qarang, go'zal aka. Aka kimlar ekan bular? Olmay qo'yavering. Ha, bo'pti. Olmay qo'yavering, nechta olmaymiz bo'pti. Boyaga narxi necha pul buni? 35 milyon kami bor. Qancha qildi bozor? Bergan yo'q. Hali bergan yo'q. 35 milyon kami bor narx aytilyapti, hurmatli obunachilar. Galishten bu, ha? Go'zal. Bozoringizni bersin. Boyaga narxi necha pul buni? 24 milyon kami bor. So'radim bozor aka? 21 milyon 700 so'radim. Yo bunasi. Bozoringizni bersin. Qancha ekan aka bu?
24 kami bor. Necha pul so'radi aka bozor? 22 milyon 700 kuruş. 22 milyon 700 qilish hurmatli obunachilar. Bozoringiz bersin. O qo'ydi qani. So'raylik ana. Aka bular olindimi? Yok. Necha pul narxi? 8 milyon. 8 milyon. 8 milyon. Katta tarozilardan ko'ramiz. Necha kilo taxmin? 510 kilo taxmin qilyapti akalar. Mana 490 kilo deymiz. So'qimga boqamasam ayamay bergan. Voy malades. Sakradi, sakradi. Aka necha puldan bo'ldi bu? Hadi Anton. Çok. Necha pul bo'ldi aka narxi? Boş koy sana. 30 milyon. Boş koy. 483 kilo. 7 kiloga adashibman hurmatli obunachilar. 490 kilo bo'ldi mana. 30 millionga Ana pisakka tortib turaylik aşağı. baraka bo'pti. Oyanga sotganga barakasini bersin hurmatli obunachilar. Hop, bugun tarozi narxlar necha puldan bo'ldi desa, hali taroziga buqa chiqmabdi. Shuning uchun batafsil ma'lumot ololmaganimiz uchun aytolmaymiz hurmatli obunachilar. Halo uz kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaring. Hozir ona bola sigir, bo'g'oz, qisir, xonajon qilib kechki videosini ham chiqaraman. Eshitayda baraka videolarni ham chiqaraman. Obuna bo'lib qo'yinglar, sizlarga foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.